Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan doktor Saidlar. Bu videoda o'tkir vestibulyar sindrom haqida gaplashamiz. O'tkir vestibulyar sindrom nima? Bu to'satdan boshlangan, uzoq davom etuvchi, ya'ni 24 soatdan ortiq davom etuvchi bosh aylanishiga biz o'tkir vestibulyar sindrom deymiz. Uning tarkibiga quyidagi klinik simptomlar ham kiradi. Birinchisi spontan nistagm, keyingisi ko'ngil aynish, qusish, uchinchisi ataksiya kabi belgilarni o'tkir vestibulyar sindrom deb ta'riflaymiz. Insult yoki nevrit. Bizning asosiy vazifamiz bu holatda insultmi yoki nevritligini tashxis qo'yishimiz kerak. Buni o'tkir vestibulyar sindrom holatda bemorlarning 25%da lakunar yoki keng hajmli insult, ayniqsa pika va aika qon tomirlarida uchrar ekan. Xo'p, bu yerda muammo nimada? MRT qilgan vaqtimiz 20% holatda soxta negativ, ya'ni 20% holatda adashishi mumkin ekan. Klinik ko'rik biz qanday farqlaymiz? Asosan klinikaga qarab, ya'ni Hintz test orqali farqlashimiz mumkin. Bu insult yoki vestibulyar nevrit. Xo'p, Hintz test tarkibiga nimalar kiradi? Birinchisi head impulse. Bunda bemorning boshi biroz egilgan holatda shifokorning burniga qarashini so'raladi bemorga va boshi dastlab sekin o'ngga, keyin chapga harakatlantiriladi va bir necha marta takrorlab, keyin birdaniga o'ngga yoki chapga qimirlatiladi. O'sha payti bemorning ko'ziga e'tibor berish kerak. Ko'zi qorachig'i nishondan yo'qotib qo'yadimi yoki yo'qotib qo'ymaydimi nishonni. Agar bemor nishonni yo'qotib qo'ysa, bunda biz vestibulyar nevrit haqida o'ylashimiz kerak. Agar nishondan ko'zi uzilmasa, biz markaziy insult haqida o'ylashimiz kerak. Mana bu yerda videosini ko'ramiz. E'tibor beraylik. O'ngga, chapga birdaniga qimirlatadi. E'tibor bersanglar. Endi sekin variantda. Bemor nishonni yo'qotib qo'ydi ko'zlari. Xo'p. Yana bir marta takrorlaymiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, biroz yo'qotib qo'ydi. Ma'lum bir sekund, keyin yana o'sha nishonga qaytdi. Bu vestibulyar nevrit. Endi o'ngga qilsa, qaysi tomonga boshni harakatlantirib yo'qolsa, o'sha tomonda vestibulyar nevrit haqida o'ylashimiz kerak. O'sha tomonda vestibulyar nevritdir. O'ng tomonga boshni keskin burganda nishonni yo'qotib qo'ysa, demak o'ng tomonlama, chapga burganda esa chap tomonlama bo'lishi mumkin. Keyingisi Hintz testdagi nistagm belgisi. Nistagm belgisi periferik, ya'ni vestibulyar nevritda qanday bo'lishi kerak? Asosan gorizontal rotator xarakterga ega bo'ladi. Ya'ni agar bemor, masalan, bu yerni chap tomonni esa, ya'ni left right, chap va o'ng tomon olsak, agar bemorda o'ng tomonlama vestibulyar nevrit kuzatilsa, bemor chapga qaraganda nistagm kuchayadi. Ya'ni sog'lom tomonga qaraganda nistagm kuchayishi kerak. O'choq tomonga qaraganda esa nistagm kamayishi kerak. Nistagm xarakteri aralash tipda, ya'ni gorizontal va rotator tipda xosdir. Keyingisi, agar bemorda insult bo'lsa, nistagm qanday xarakterga ega bo'ladi? Birinchisi, ikkala tomonda ham nistagm kuchayadi. Masalan, o'ngga qarasa ham, chapga qarasa ham bir xil kuchli ifodalanadi. Yoki yana bunda bo'lishi mumkin sof, ya'ni sof bo'lganda faqat bir xarakterga ega, ya'ni u yuqoriga qaraganda yoki pastga qaraganda nistagm bo'lishi mumkin. Bu ham markaziy, ya'ni insult belgisini ifodalaydi. Yana bir marta takrorlaymiz. Agar periferik, ya'ni vestibulyar nevrit bo'lsa, bir tomonlama, ya'ni agar sog'lom tomonga qarag, masalan, o'ng tomonlama vestibulyar nevrit bo'lsa, chap tomonga qaragan payti nistagm kuchayadi, o'ng tomonga qaragan payti esa nistagm kamayadi. Agar insult bo'ladigan bo'lsa, o'ngga qarasa ham, chapga qarasa ham nistagm kuchayadi. Skew test deydi. Skew test nima? Bunda bemor
bir nuqtaga qarash so'raladi. Masalan, bo'lishi mumkin. Shifokorning burniga qarashi so'rashimiz mumkin. Bir ko'zi 2-3 soniya yopib turiladi va qo'limiz bilan olganda bir xil, ya'ni ikkala ko'z bir xil tekislikda turishi kerak. Ya'ni yuqoriga ko'tarilib ketmasligi kerak yoki pastga tushib ketmasligi kerak. Bunda agar o'zgarsa, ya'ni bir xil tekislikda turmasa, biz insult haqida o'ylashimiz kerak. Agar bir xil tekislikda tursa, bu sog'lom yoki vestibulyar nevrit. Agar o'tkir vestibulyar sindrom bemorda shu testni o'tkazsak, agar bir xil tekislikda tursa, biz vestibulyar nevrit tashxisini qo'yishimiz mumkin. Mana ko'ramiz. E'tibor bersanglar, yana qochadi. Keyin nishonga to'g'rilanadi. Bu insult. Insult haqida o'ylashimiz kerak, chunki bir xil tekislikda yotgani yo'q. Keyin nima qildi? Ya'ni nishonni Toffold dedim. Bu skew test. Endi xulosa qilamiz. Head impulse musbat bo'ladi periferik nevritda, ya'ni vestibulyar nevritda. Manfiy agar insult bo'lsa. Keyingisi nistagm. Bunda bir tomonlama kuzatiladi. Bunda yo'nalishi o'zgaruvchan, ya'ni o'ngga qarasa ham, chapga qarasa ham nistagm bo'lishi mumkin. Skew test. Bunda ko'zlar parallel holatda yotadi. Ya'ni 2-3 soniya ko'zni ushlab turib olganda ham o'zgarmaydi. Agar markaziy, ya'ni insult bo'ladigan bo'lsa, vertikal og'ish kuzatiladi. Keyingisi eshitish. Eshitish o'zgarmasligi kerak periferik nevritlarda. Unda pasayishi mumkin agar aikada insult bo'lsa. Shunga ham e'tibor bering. Endi vestibulyar nevrit haqida qisqacha to'xtalsak. Vestibulyar nevrit 8-juft nervning o'tkir yallig'lanish jarayoni. Asosan virusli infeksiyalardan keyin kuzatiladi. Bo'lishi mumkin 50% hollarda bemorlar bir hafta oldin yuqori respirator infeksiyani o'tkazgan bo'lishi mumkin yoki ichib ketgan bo'lishi mumkin yoki oddiy gerpes, ya'ni toshma chiqqan bo'lishi mumkin. 1-2 haftadan keyin vestibulyar nevrit kuzatiladi. Asosiy klinikali nimalardan iborat? To'satdan bosh aylanishi, keyin eshitish qobiliyati saqlangan bo'lishi kerak. Eshitish qobiliyati pasaygan bo'lsa, biz o'ylashimiz mumkin labirintit yoki aikada insult. Keyingisi simptomlar 24-48 soat ichida cho'qqisiga chiqadi va bir necha hafta davom etish. Davolash qanday olib boriladi? Asosan o'tkir davrida simptomatik davolashimiz kerak. Birinchi qator dorilar antigistaminlar, meklizin bo'lishi mumkin, difenigidramin bo'lishi mumkin. Bizda ko'proq difenigidramin uchraydi, dimidrol. Keyingi agar antigistaminlar, ya'ni o'tkir davrida foydasi kamroq bo'lsa, benzodiazepam keyingi qator doriga o'tishimiz mumkin. Diazepam, lorazepamlarni qo'llashimiz mumkin. Bemorlarda kuchli ko'ngil aynish, qusish bilan kelsa, albatta metoklopramidni ham, ondansetronni ham qo'llashimiz mumkin. E'tibor berishimiz kerak. Bular 1-2 kundan oshmasligi kerak. Maksimal 2 kun ishlatamiz. Undan ortiq ishlatmasligimiz kerak. Bundan tashqari yana yuqorida aytdik, vestibulyar nevritning etiologiyasi ko'proq virusli deb, lekin qiziq paradoks yoki nima mavjud? Antivirusli preparatlar qo'llanilmaydi, ya'ni foydasiz ekanligi isbotlangan. Keyingi masala gormonal terapiya. Oldin gormonal terapiya foydali deb hisoblangan, asosan tavsiya qilingan 10-22 kun davomida ishlatish 60 mg dan boshlab keyin kamaytirib borishni tavsiya qilingan. Lekin uning ham foydasi unchalik effektiv emas ekan. Ya'ni biz antivirusli preparat va gormonal terapiya qo'llamasligimiz kerak hozirda. Ya'ni qo'llamasligimizni bizga tavsiya qilishadi. Asosan qanday davolaymiz? 2 kun o'tkir davrida yuqoridagi dorilarni beramiz, keyingisi reabilitatsiya. Xo'p, asosan vestibulyar reabilitatsion terapiyalar qanday bo'ladi? For mashqlari bu biri mavjud va uning ikkisi mavjud. Hozir bu mashqlar qanday qilinishini ko'ramiz. Bemor nishonga qaraydi
nishon o'zgarmasdan turishi kerak, faqat bemorning boshi bu tomonga qimirlashi kerak. Ko'zi nishondan uzilmasligi kerak bu holatda. Bu VOR 1 mashqi. Endi VOR 2 mashqi ham mavjud. Bu biroz farq qiladi. Bunda bemorning boshi bilan birga nishon ham harakatlanadi qarama-qarshi tomonga. Keyingi masala, buni ya'ni kuniga 3 marta qo'llash dorilardan ancha foydali ekanligi isbotlangan. Yana bitta masala mavjud. Reabilitatsiya davrida betaserk yoki betagistin umuman biz qo'llashimiz kerakmi yoki qo'llamasligimiz kerak degan savol tug'iladi. Bu yerda munozarali masala. Chunki aytadi, masalan, Amerikada bu dori qo'llash mumkin emas ekan, keyin Cochrane xulosasi bo'yicha shuni aytadiki, ha, bu dori foyda berishi mumkin, lekin u bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarda biroz kamchilikka yo'l qo'yilgan. Ya'ni xo'p, buni ya'ni bu ishlatish yoki ishlatmasligingiz reabilitatsiya jarayonida o'zingizga havola. Xo'p, agar ishlatadigan bo'lsangiz, uning kunlik dozasi 48 mg ni tashkil qilishi kerak. Ya'ni 24 mg dan 2 mahal. Undan, ya'ni 48 mg dan past dozasi platsebodan deyarli farq qilmas ekan.